Kayfiyatingizni ko'taruvchi va mitti bolalarni dunyosini o'rganuvchi mittilar ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Agar farzandingiz sog'lom rivojlanishni istasangiz, unda Numa Kids vitaminlarini tanlang. Biz boshladik. Uyga kim kech keladi? Dadam, oyim. Bir o'zim qolaman, lekin qo'rqmayman bir o'zim. Qanaqasiga bir o'zingiz qolasiz? 5 yashar bola. Men 5 yoshman, o'zi katta bolaman. Gapirishni bilaman, nimadir qo'rqinchli narsa bo'lsa qildirib qo'yaman-da echkini. Dadam bilan ayam taqillatganda kim bu deb moya boyagi teshikdan qarayman. Ha, dadam bilan ayam ekan deb ochib yuboraman-da, qulfini ochib. Ha, u teshikni kimdir bunda bekitib turgan bo'lsa-chi? O'g'richi bo'lsa qarasam, "Yo'q, sen ket" deyman. Juda ko'p ani qo'rqimchili kinolarni ko'rar ekansiz-a? Ha, lekin ko'raman. Multfilmlar ko'raman-da, kinolarni ko'rmayman. Dadam bilan oyim ko'radi kinolarni. Xo'p, bolalar, uyga eng kech keladigan odam kim? Adam. Menda ham adam. Nimaga shu adalar kech kelishadi? Chunki ishlari ko'p bo'ladi. Nimaga oila unda kech kelmaydi? Oilaning ham ishlari ko'p-ku. Xo'p, lekin uyda o'tirishadi ular. Ha, uyda o'tirishadi, shuning uchun. Firdavs, sirk nima degani? Park. Park. U yerda nima qiladi odamlar? Mazza qilib, bu yoqda jo'xori yesadi, mazza qilib, bu yoqda parklar bilan o'ynashadi, kachilalar bilan. Keyin mazza qilib suvga suzadi. Siz oxirgi marta parkka qachon bordingiz? Soat nechidan keyin borisini ko'rsataymi? 100 dan keyin bordim. 100 dan keyin bordingizmi? Qorong'ida bordik. Nega? U charchamadimi qorong'ida? Siz charchamaysiz-ku o'zi? Qorong'ida charchamayman. Hali ham kech yotyapsizmi uxlashga? Ha. Nega? Lekin yorug'da uxlamayman. Yorug'da uxlayman, qorong'ida uxlamayman. Nega? O'zi shunaqamanda. Yorug'da teskari ekansiz-da. Hamma qorong'ida uxlab, yorug'da uxlamasa, siz yorug'da uxlamasdan qorong'ida uxlayapsiz. Shunaqami? Sirk? Sir. Sir nima degani? Sirni yeyish kerak. Qishloqqa aytyapsiz hozir. Nima? Tishqonlarga berish kerak. Kimga? Tishqon. Tishqonlarga? Sirk bu tomosha ko'rsatish hamma. Sizlar sirkka borganmisizlar? Ha, borganmiz. Nimalarni ko'rgansizlar sirkda? Sirkda hayvonlarni ko'rganmiz. Keyin mototsiklda bitta anaqa qafas ichiga solib qo'ygan mototsiklni ko'rganmiz-da, odamlar mashina qolsidan aylanishgan mototsikllar ichida. Mazza qilganmiz. Qoyil, dahshat. Park. U yerda odamlar nima qiladi? O'ynaydi. Juda yaxshi. Unda tegi dumaloq qo'yib oladi-da, keyin ustiga taxta qo'yib olib, bundoq qiladi. Sirkka borganmisizlar hech? Ha, bog'chada ko'rganmiz. Bog'chada ko'rgansizlar. Barakalla, qoyil. Demak, siz bilan o'yin o'ynaymiz. Mushuk desam, mana qilasiz. Kuchuk desam, chapak chalasiz. Sichqon desam, buni qilib ko'rsatasiz. Kelishdikmi? Ketdik. Mushuk. Kuchuk. Sichqon. Kuchuk. Mushuk. Sichqon. 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 Mushuk. Yutqazib qo'ydingiz. Oling bittasini. Men yaxshi ko'raman sizni. Yaxshi ko'rasizmi? Mushuk. Aha, kuchuk. Sichqon. Kuchuk. Kuchuk. Sichqon. Mushuk. Kuchuk. Sichqon. 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 Mushuk. Kuchuk. Qoyil, barakalla. Mushuk. Kuchuk. Sichqon. Sichqon. Kuchuk. Mushuk. 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 Sichqon. Kuchuk. Qoyil, yutdingiz.
Kuchuk. Aha, mushuk. Sichqon. Sichqon. Mushuk. Kuchuk. Kuchuk. Sichqon. Mushuk. Qoyil, yetdingiz. Mushuk. Kuchuk. Sichqon. Kuchuk. Mushuk. Adashdinglar. Oling bittasini. Asalari kun bo'yi nima qiladi? Asal terishadi, asal choy ichishadi. Qayerdan terishadi asalari asalni? Gullar bilan, mana gullar. Nimaga odamlar unda gulni yeyishmaydi? Gulda asal bor ekan. Gullarni yeyishmaydi ko'p. Nega? O'zi shunaqa odamlar ovqatni yeyishadi, tuxumni yeyishadi, Gulni nega yeyishmaydi? konfetni yeyishadi. O'tirib olingchi. Gulni ham yeyishadi lekin. Yeyishadimi? Pishirib qovurib yeydi. Gulli-ya? Ha. Lekin men asalni yaxshi ko'raman. Kun bo'yi yuradi, asal topishadi. Asalni qayerdan topadi? Ayiqdan, Ayiqdan olishadimi? Ayiq qayerdan topadi asalni? ayiq yerdan topadi. Yerdan kavlab asal topadimi? Guldan asalni kim topadi unda? Ayiq Ayiq topadimi guldan asalni? Qanday qilib terib chiqadimi gullarni bitta-bitta? bitta terib asallarga beradi. Asallari keyin oladi asalini. Qoyil. Ayiq yaxshi ekan-da unda. Jiyib o'tiradi, odam kelib olib ketib qoladi asalni. Ular nima qilishadi shunaqa payt? Ichadi asalni. Yeydi. U asalni qayerdan oladi asallar? Arda. Aridan? Ha, Ari qayerdan oladi asalni? gullar. Qanday qilib guldan oladi? Gulga boradi, gulni tortib oladi-ku, ari borganida. Shunda chaqib oladi, guldan oladi. Bolalar asalari kun bo'yi nima qiladi? Asalari kun bo'yi asal teradi. Qanaqa qilib qayerdan teradi u? Gullardan, gulchangidan. Gulchangidan. Demak, gullarning ustida asal bo'ladi. Nimaga unda odamlar gulni yemaydi? Gulni yemaydi chunki asal chiqara olmaydi odamlar. Shuning uchun qoyil barakalla. Hammaga asal berib chiqadi. Qanaqa qilib? Hamma ko'rmayotganini tashlab ketadi. Asalni qayerdan oladi? Guldan. Guldan asalni oladigan bo'lsa, unda odamlar nimaga gul yemaydi? Gulni yeyish mumkin emas. Tipratikan suv yesa nima qiladi? Tipraydi-ku. Suv. Yo'q, tipratikan bor, yojik. Dervani pastga o'tib, yotar ekan. Daraxt pastiga o'tib yotar ekan. Qoyil. Hamma narsani bilar ekansiz, siz. Qoyil. Tipratikan suv yesa, o'sadi. O'sadi? Qanday qilib? Anaqa suv ustiga quysa odamlar. Yo'q, suv quysa emas, suv yeb ketsa tipratikan. Kichkina tipratikan bor, ninachalari bor. O'shunaqa suv yeb ketsa nima qiladi? Suv mazza qiladi. Yo'q, mazza qilmaydi. So'lib qoladi. So'lib qoladi? Qanday qilib? Issiqda turish kerak-da. Agar issiqda turmasa, qishda anaqa so'lib qoladi. Ko'zga ko'rinmas, qo'lga tutilmas. Nima u? Ko'zga ko'rinmaydi. Qo'l bilan bunda tutib olamiz. Nima u? Pashsha. Pashsha? Yo'q, pashsha ko'zga ko'rinadi. Chumolchi. Yo'q, bu ham ko'rinadi. Topa olmadingizmi? Havo. Havo ko'zga ko'rinmaydi, bunda qilib qo'li bilan tutib ololmaydi. Bittali. Baliq. Yo'q, baliq ko'zga ko'rinadi. Tipratikan. Yo'q. Sichqon. Yo'q. Bunda qilsangiz tutilmaydi. Nima u? Yo'q. U ko'rinmas narsa. Ko'rinmas narsa. Bunda qilsangiz ham tutolmaysiz. Kir. Kir. Yo'q. Topolmaysizmi? Bu havo. Havoni ko'ra olmaysiz ham, bunda qilsangiz tutolmaysiz ham. Oling bittasini. Nima? Ko'zga ko'rinmas, Qo'lga tutilmas. Nima u? Ko'z. Yo'q. Odamlar. Yo'q. Ko'zni yopadi. Yo'q, ko'z ochiq holatda ham ko'rinmaydi. Ko'zni yopadi. Bunaqa. Yo'q. Topolmadingizmi? Havo ko'zga ko'rinmaydi, qo'lingiz bilan ushlay olmaysiz. Oling bittasini. 1 2 Topolmaysizmi? Havo
ko'zga ko'rinmaydi, qo'lingiz bilan ushlay olasiz. To'g'rimi? Oling. Chimon. Ah, Chimon. chivin yo'q, chivin ko'zga ko'rinadi. Nimani tutib ola olmaysiz? Ko'zga ko'rinmaydi, qo'lingiz bilan tutib ola olmaysiz. Nima u? 1 2 3 havo. Bodring. Yo'q, Bodring emas. yo'q. Ko'zga ko'rinmas, qo'lga tutilmas. Nima u? Ko'zga ko'rinmas, qo'lga tutilmas. Nima u? Nima edi? Odam emasmi? Yo'q, Balu. yo'q, Mashina. yo'q, O'yinchoq. yo'q. Bu havo. Havo ko'zga ko'rinmaydi. Bundoq tutib olamiz, to'g'rimi? Oling bittasini. Oilangizda eng ko'p kuladigan odam kim? Dadam. Dadangiz. Buvijonim. Qanaqa kuladilar? Bilmayman, lekin ko'rmaganman. Qayerdan bilasiz unda ko'p kulishlarini? Oyim aytganlar. Ha, oyingiz aytganlar. Uyda kim yashaysizlar o'zi? Dadam, men, ukalarim, Nechta ukangiz bor? opam, ikkita. Ikkita. Opingiz, aha. O'zim yashayman, oyim yashaydi, momam yashaydi, akam yashaydi. Bo'ldi. 9 kishimi? Qanaqa qilib sig'asizlar uyga? Bitta joy bo'lamiz, keyin o'zimiz o'ynayveramiz. Dadam. Qanaqa kuladilar dadangiz? Men. Siz? Sizmi dadangizmi? Kuladigan bolaga o'xshamayapsiz-ku. Uyda kulandi o'lgan. Faqat uyda kulasizmi? Nimaga? Shunga Oxirgi marta sizni nima kuldirdi? oxirgi marta suv ichganimda akam kuldiradida, bunaqa suvni pastga tiqib o'randi, kulaveraman shunda. Xo'p, bolalar, oilangizda eng ko'p kuladigan odam kim? Akam. Sizdachi? Menda singlim. Qanaqa qilib kulishadi? Kulib o'tiradilar. Nimaga? Bilmayman. Akangiz necha yoshli? 13 yoshli yo'q. 13 yoshli yo'q. Aha, tushunarli. Ayam birga Gulyapam. Ayingiz bilan gulyapsiz. Nimaga kulishadi? Erkalatish uchun men esa parkka boraman desam erkalatadi, shunda parkka boradi. Nima deb erkalashadi sizni? Assalom deb. Men. Bormi? Qanaqa kulasizlar? Ali akam bilan men. Qanaqa kulasiz? Kulib beringchi bitta. Qo'rqimchili kulib bering. Qo'rqinchli kulaman. Bo'pti, kulgili kulib bering unda. Oilalarning boshi kim? Otam. Barakalla. Men. Sizmi? Demak, hamma oiladagi muammolarni siz hal qilasiz. Qanday qilib? Oilangizdagi eng katta muammo qaysi bo'lgan? Siz? Oilangizda eng katta muammo sizmisiz? Ayam. Oilangizda kim uyga kech keladi? Ayam. Nega? Ishi bor ayam. Nima ish qiladilar ayingiz? Ishga borsa pul topib keladi. Bizlarga shunda kech keladi charchab, shunda asabimga bizma hamma deb urishadi. O'ylana boshi. Mani dodam. Dodangiz. Manam dodam. Mani oyam tug'ganlar. Oyingiz tug'ganlarmi? Kelamiz. Ikkalanglarnimi? Mana ham dodam boshqaradi. Dodangiz boshqaradi, qoyil. Farzandingizni ishtahasi yo'q bo'lsa, unda Jeki probiotika sizga yordam beradi. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Mittalar ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Agar siz farzandingizni mittalar ko'rsatuvida ko'rishni istasangiz, unda quyidagi raqamlar yoki internet tarmoqlari orqali murojaat qiling. Xayr, salomat bo'ling.